15-mart Chilonzor uy bozorida arzon variantlar qo'yishni davom etamiz. Kuzatib turing. Xo'p, Toshkent viloyati Zangiota tumani Bo'zsuvdan Erkin posti yonidan akamiz bilan narxini tushirib qo'ydi. Xo'p, 76 kvadrat narxi $32,000 ekan. 32,000. Bizning kanalda borsa necha pul tushirib berasiz aka? Sizning kanalingizdan borsa 31,500 qilib beramiz. Yana tushirib, yana 30,000 bo'ladimi? 30,000 sal qiynalibroq qolamiz. Yana uy olish kerak, yana biz bo'lib olishimiz kerak deb pulni umumiy qilib. 94 607 2287 chiqasiz. Arzon narxidan nomidan borilsa, akaga o'tib beradi. $500 zaklatman bo'lsa, tekisga berib yuboradi aka. Nima deysiz? Sizning kanalingizdan borsa kelishtirib beramiz, to'g'ri endi. Anchadan beri ishlaysizlar. 76 kvadrat, 2 xona, 4 Erkin postdan Erkin post Chilonzor metrodan 10 km. Postdan Erkin postdan 4 km. 4 km. Postgacha 6 km Chilonzor metrodan. Endi privizitilni hisoblayapman. Siz gapingizni tushunib qilib, bo'l bozoringiz bersin aka. Xo'p, rahmat. Charchamang. Charchamaylar. Sotig'i $16,000 Toshkent shahri Yangi Hayot tumani Chortoq mahallasi Berdiyorota masjidining yonidan 2,5 sotiq, fasadi 15 ga 16,5 metr bo'lgan yer sotilyapti. Akaning yerining bir qismini sifatida sotyapti ekan. Egalar nomeri mana 90lik 991 0103. Hujjatlar hammasi joyida aka. Aka o'zining uyining bir qismini sotyapti ekan, shunga qarab muomala qilaverasizlar. Ya'ni qo'shni bo'lasizlar egasiga. Bozoringiz bersin aka. Sergeli Xonoboddan 50 kvadrat, 2 xona 6-etaj, 12 etajli domdan $46,000 ga berib yuboryapti ekanlar. Xonobod metroga 1 kilometr faqat naqdga sotilinadi. Bu korobka-ya? Korobka holatida. Qirama egalari 99 921 1342 nomerga aloqa chiqasizlar. Kadastrlar chiqqan. Adel Pradaj necha pul sotilyapti hali? 12,5 millionmi, 13 million sotilyapti. Shunaqa. Endi ular asosan kreditga sotishyapti, lekin naqdga yana o'tkazib berasiz-a? 46 million o'tib berayotgandir. Bozoringiz bersin xola. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Charchamayman. Uy bozorida arzon akaning variantlari bor ekan. Ismingiz nima edi aka? Men nimaga olasiz? Nimaga yutib qolyapman aka? Ketdim men. Variantingizni olamiz. Sergeli Mashina bozor Novostroyka Podключ. Bir xona 9/9, 27 kvadrat ekan, $38,500, 97 025 15 15. Faqat naqdgami? Faqat naqdga. Hamma variantlar naqdga? Hammasi naqdga. Aka arzon variantlarni yig'ib bozorga tarqatgani kelgan ekan. Keyingisini Novostroyka dokument kadastr chiqqan. Kadastr chiqqan, kalit sirasi beriladi. Sirasi beriladi kalit. Aha. Muammosi yo'q, kredit hech qanaqasi yo'q. Faqat naqdga sotiladi. Bo'l, keyingisi aka. Ishli uylar hammasi dokumenti joyida. Aka bir lokatsiyasi 4-5 minut video qilamiz o'zingizda aka, variantingiz ko'p ekan. Xo'p, Choshtepada bor mana. Aha. 5-etajda bor, 36 kvadrat, 3 kvadrat balkoni bor, mebel texnika, konditsioneri bor, ikkita shkafi bor, gilamlari bor, tayyor shunday arenda qo'ysangiz ham 300 yilga turadigan kvartira, metroga 10 daqiqalik yo'l. Aha. 46,500 yana ustida savdosi bor aka. Keyingisi aka. Keyingisi mana 3 ta variantingiz bor, bitta joyda o'zida. Общийda narxida. Lekin Novostroyka. Novostroykami bu? Ha, Novostroyka. Aha. Общийda ham hozir bunaqa bermayapti. Novostroyka hisobiga juda ham arzon hisoblanadi. Etajini hammasi past etajda 4-chi, 5-chi. 1.9 da tushuntiring, xalq bilmaydigan joylari bo'ladi aka. Bir xona 4-chi etaj, 9-etajga dom. Aha. Bu 5-chi etaji, bu 6-chi etaji, 9-etajga dom. Bir xona hammasi 31 kvadrat. Gruba 31 dedingiz-a? 31. Razdельный studiya emas, ikkita oynali. Aha. Odamlar yashayaptimi bu yerda? Odamlar yashayapti. Indeks bozori oldida, orqasida bozorga ham bir qadam bozorda hamma kamchiliklar bemalol bozorga chiqishni to'ldirsam bo'ladi. Turon metroga shu 1,5 kilometr masofada joylashgan. 97 025 15 15 nomerga aloqa chiqib Korobka turasiz. holatida bu. Aha. Etajning farqi yo'q, hammasi bir. Gazdami? Gazlari bor hammasi. Gazda ovqat qilinadi, gazda isitiladi. Hammasi bor, kadastrlar joyida. Aha. Narxi bir xil. Kim ulgurib qolsa pastroq etajdan olib qo'yaveradi. To'g'ri. 4-etaj bari xadovoy. 3 ta variant, ha. Keyingisi aka. Bu yerda hammasi o'zi 35 sotyapti. Eng arzonlari shular qoldi. Aha. Ulgurdi. Bo'l, bozoringiz bersin. Sokin makon. Sokin makonda bor, 2 xonamiz bor. Podключ, upakovka, mebel, texnika, yangi hammasi odam kirib yashamagan. Spanli mebel, холодильник, kir mashina, kuxnya mebel, gilamlar qilingan. Ayting-da buni. Sergeli betonkada sokin makon JK Lentxaus tomonidan qurilgan Chinor metroga 3 kilometr. Aha. Yonida bo'lmagan 5-bekat. Chilonzor liniyaning oxirisi. Betonka yo'l yuzi.
Aha. Narx 2 xona 11 etaj 16 etажga. 57 kvadrat. Narx- Ключ remont. Narxi 55900. Telefon chigirib qol. 55900 dan yana ustiga o'tib beramiz. Realni kelganlarga Aha. Xos. ustiga gaplashamiz, 500 dollar hozir o'tib beramiz. Alo, aka syomka dedim, hozir telefon qo'yaraman aka. Bozordayim. Xo'p, Mana xo'p. pastdagi nomerlarga qilaverasizlar. 15 15 90 90 nomerga qilaverasizlar o'zimizga. Xo'p, xuddi o'sha yerda bir xonamiz bor, lekin 2 xona qilsangiz bo'ladi. Kvadrati yaxshi. Bu qirish shu 22 kvadrat dokumentalniy bo'ladi. Balkon bilan hisoblaganda 46 kvadratga yaqin. Aha. Bemalol 2 xona qilib foydalanyapti odamlar. Qarang. Xat ключ Dona bir xona 7-etaj 16 etajga. 16 etaj. 40 kvadrat, metrogacha 3 kilometr ekan. Narxi 40900. O'tib bergan joyi bor. Hozir kelishiladi. Faqat naqdga unaqa kadastri bor. Tayyor hammasi. Kalt notariusi o'zida beriladi. Hamma variantlarda. Ha, kal joyda beriladi. 97 025 15 15. Keyingisi. Biroq kutilmaydi unaqa. Buni Bu reklama qilmadim. o'zimizniki bu. Mashina bozori oldida shinam uylar bor. Aha. O'sha 9 27 kvadrat. Xat ключ buni ham remont tayyor, studiya emas, Siz razdelniy. faqat bir xona bilan shug'ullanar ekansiz, sizlarni xadovoy bo'lgani uchunmi? Xalqqa arzon narsalar kerak bo'ladi. Shunday, Ikki xonalar, ikki xonani ham arzon aytadi. Aha. Ko'p bunaqa bir xonani ham 50 ming, 60 ming uylar ham bor. Mhm. Lekin xalq bor va xalq ko'targan narxlar olib chiqamiz. Aha. Ayting. 38500 38 ga berib beramiz srochniga, pul zarur kelgan odamlarga. O'sha mahallada, o'sha domda eng arzoni shu. Xohlagan joyda surishtirsang, OLXdan, internetdan, magnetdan surishtirsa shunaqa narxda. Mhm. Tayyor 300 dollarga arenda qo'ysa bo'ladi. Yonida ikkita universitet bor. PDP universitet, yana ikkita uchta bor, hozir esimga kelmadi. Metro o'zgarish metroga 1,5 kilometr uzoqlikda. Ikki sinfda. Ikki sinfga uzoqda. Yaqin, lokatsiya zo'r. Tugadimi aka barzan? Tugadi aka. Mana bitta Choshtepa qolibdi, shuni qo'yib shuni tugatamiz. Aytdik buni xuddi shuni birinchi etaji bor, 9 etajga u 37 kvadrat bo'ladi. Uni metroga yaqinroq, 400 metr metroga. U 5 daqiqalik yo'l. U kreditga yaramaydi narxi, kreditga beriladi oxiri. Kredit 97 025 15 15 nomerga aloqa qilasiz. Bozoringiz bersin aka. Rahmat. Charchamang. Chilonzor Do'murod masjidining yonidan bir xona, ikki xona qilib qo'yilgan 2-etaj, 4-etajli novostroy, anaqa ester domlaridan 41 ming dollarga so'rayapti ekanlar. Hujjatlari joyida emas. Remont qanday? Sredniy remont. Kirib yashishga tayyor, ha? Aha. Hozir Kvartirant bor. kvartirant bor. Nech pul arenda beradi? 300 dollarga o'tirib. 300 dollarga beriladi. Xo'p, Ko'chingiz narxidan o'tib beriladimi? 500 o'tib beramiz. 40 500 bo'lib ketdi. 90lik 359 75 26. Bozoringiz bersin, opa. Ko'chaning yuzida. Ko'chaning yuzida, masjidning yonida. Chilonzor uy bozori qayerda deydiganlar uchun Mirzo'li metrodan kelish, Chilonzor metro o'ngga buriladi. Sal yurilganda Gul bozor bor, Luk bor. O'shani o'ng qo'lida uy bozor anaqa Gul bozorning orqa tarafida dehqon bozorcha bor, o'shaning ichida joylashgan. Lokatsiyasi mana bu yoq KFC, eski kartinka bo'lardi. Hozir Adamari bo'lib turibdi. Ana shu yerda parkovka bor, mana mashina qo'yish uchun joylari bor. Pulli parkovka. Arzon variantlar o'tkazib olish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.